Buna neç pul? 10 mu? Ha 10 ming, mana 10 ming. Ha 10 ming. Ha buna ne istim? 20 mi? Dükkan koşan istim bula. 30 ming bular. Ha, buna-chi? 2 ming? Buna o 2 ming istim. 4 ming? Ha, bu koşan istim bula. Ha şu. 6 ming? Yok, koşan istim bula. Ha şu. 20 ming, 30 ming. Buna koşan neç pul bula? 40 ming. Qaydan 40 ming bula? Buna 2 ming so'm. Ha? Buna 2 ming so'm. Ne istim bula dükkan koşan? O almış mı? Yok, bo'lmasa pul yo'q. Bir qazin. O almış mı? Hozir sen ayt. Oy. Mana, buna ne istim? 20 ming. Buna ne istim? 30 ming. Buna koşan istim bula. 12 ming. Yok, sen savol. Ne istim bula mana shu? Koşan ne istim? Oy. 40 ming bo'lar. Buna 10 ming, buna 20 ming koşan istim bula. 21 ming. Yo'q. 42 ming. Dükkanga pul yo'q bo'lmasa. O'zingiz ayting qani? Yo'q, men. Uchidan aytsangiz? Yo'q, men. Uchidan. Buna 20 ming. 20 Buna ming. 30 30 ming. ming. Buna 2 ming so'm qo'shgan istim bula. Siz ayting qani? Men o'ysam nima qilaman? Men 32 ming bo'laman buna. Men aytdim. Ha, bo'ldi. Buni 2 mingdan qo'shgan istim bula. 33 ming. Evet, yeter buna 2 ming so'm. Buna 2 ming.